Ustoz meni chizmaganimni bilib qoldilar shekilli. Nima qilsam ekan a? Gulsanam ikkalamizni gaplashayotganimizni bilib qolib, urishib yuborsa-ya? Ikki qo'ymasalar bo'ldi bizga. Nima qilsam ekan, chizishda davom etaymi? Kayfiyati yaxshiga o'xshayapti. Demak, bizga 5 baho qo'ysalar kerak. Endi ikkichilarni kunini ko'rsataman. Hali ularni ichini kuydiraman. Kecha zavuchimiz ertagayoq bitiruvchilarning ro'yxatini olib kirib bergin, yozib degandi. Endi ota-onalarga telefon qilib birma-bir ma'lumotini yozib chiqishim kerak. Bir amallayman. Tezda ota-onalarga telefon qilib, yozib, tezda zavuchni oldiga olib kiraman. Hali uyga bozorlik ham qilish kerak. Siz piyoda borar ekanman. Kechga esa jo'ralarimiz bilan o'tirish. To'xta. Ulug'bek o'rtog'im erimoqchi edi-ku. Yaxshi bo'ldi. Pul yonimga qoladigan bo'ldi. Mayli, bir erisi eribdi-da. Darsingni qil.